Büdjetli telefon gerek diye abonentlarımıza zor arzan telefonlarını tapıp koymaz. Salam aleyküm dostlar. Siz yaxşısınız? Qaysi telefonlarni skidka qo'yib berasiz endi? S variantlardan S24 524. Avan. Keyin iPhone 800 ming so'm beraman. iPhone 8 800 ming so'm. Holati ideal axir. Aybi yo'q. 400 ming so'mga E6 beraman. Avan. Kassaniyasi ideal. Korobka dokumenti bor? Korobka dokumenti yo'q. Garantiya beraman men. Garantiya beradilar. Avan. Samsunglardan ne? Samsunglardan 1 2 skidga qo'ydim mana. Keyin Avan. boshqa modellarim bor. Samsung A17 lar 1350 ming so'm. 1350 ming so'm. To'g'ri. Man Qatardan S variant var bundaylar. 1.500 ming so'm. S15. S15. Korobka dokumenti bor axir. Korobka dokumenti yo'q. Garantiya berasiz. beraman. Avan. Keyin Redmi'lar bor, Samsung bor, iPhone'lar bor. Har xil modellar bor. Ama iPhone 17 boylar 1.300 ming so'm. 1.200 ming so'm aytib beraman. 1300 ming so'm aytib berasiz. 17 ni. Avan. Manzilni tushuntirib o'tamiz. Manzil tunneldan chiqqan yerda yana Ruslan messasi bo'ladi. Hammangizdan shu yerda kutib qolamiz. Video like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz.